videoni oxirigacha ko'ring. Nimagaki shu videoni oxirigacha necha marta dastavka so'zi ishlatilganini birinchi bo'lib to'g'ri yozgan obunachimizga zo'r sovg'amiz bor. Aslida men dastavkalarga chiqmayman. Mikrofonim buzilib qolganligi uchun jiyanim bilan mashinaga o'tirib ola qoldik. Yo'l-yo'lakay tuzattirib kelamiz. Bahonada sizlarga Ezazem brendini dastavka jarayonlari qanaqa o'tishini ko'rsatib o'tib ketish uchun videolar oldik. Dastavkalarning boshida Dunyo savdo markazining yonidagi BTS pochtaga kirib pochtalarni topshirib chiqqanmiz. Bu bizning jiyanimiz Muxlisa. Hamma yig'lab bu dunyoga kelgan bo'lsa, bu qiz. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Dastavkangiz yo'lga chiqib ketdi. Telefoningizga qarab turing. Bismillah deb birinchi dastavkamizga yetib keldik va mana shunaqa manzaralarga ko'zimiz tushdi. Orada ovqatlandik. Bilasizlarmi, shu kolani probkasining ichida nomerlari bo'ladi. Muhammad Ali akam kimniki eng nomeri past chiqsa, o'sha shoti to'laydi deb aytdilar. O'zlariniki 0 chiqdi. Necha? 2 Malika 15. Eng kattasi Malika. Ezazemdan dastavkangiz olib keldik. Dastavkasiga aka. Salom alaykum. Aka, sizlarga dastavka bor ekan. Ezazemdan dastavka o'z telefon qoldi. Ko'rmaydi. Qopmas. Ezazemdan dastavkangiz olib keldim. Ezazemdan dastavkangiz olib keldik. Sababli e'tiborsiz. Opajon, sizdan birinchidan jasad qoldik. Zakazingiz keldi. Yo'l-yo'lakay dastavkalarni ham tarqatib, mikrofonimni tuzattirishga ham kirib o'tdik. Sizlar sanavsizlar, necha marta dastavka degan so'zni ishlatyapmiz o'zi. O'zimiz sanonik deb haqidamiz. Lekin hozir o'zi simlari chiqayotganligiga olib keltirmayapmiz, tarqatmayapmiz. Lekin mikrofonim tuzalmadi. Muhammad Ali akam qolgan dastavkalarni tarqatgani ketdilar. Ezazem Yangiyo'l filialimiz 10 gacha ochildi. O'shaning uchun biz metroda Yangiyo'l filialimizga qarab yo'l oldik.